Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlar Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Xudo xolisa bugun Rossiyaning yetakchi Evrizol zavodidan vakillar tashrif buyuryapti. Mana shu issiqxonaga tashrifdan maqsad mana bu minivatta mahsulotlarimizni nima foydali taraflari, qanaqa ko'chatlarga ekilishi, qancha muddat xizmat qilishligi haqida hammasini ma'lumotlarni aytib o'tishadi. Ya'ni issiqxona egalari bir 20 dan oshiq dehqonlarimizni taklif qilganmiz. Dehqonlarimiz bilan mana shu Evrizol zavodining vakillari savol-javob qilishadi. Mana shu minivatda o'sha hamma ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Xudo xolisa bizani oxirigacha kuzatib boring. Foydali videolarni sizlar bilan ulashib boraveramiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor hammangizga avvalambor hurmat qilib, bizani bir kichkina birinchi seminarimizga kelganingizga rahmat deyman. Men ismim Elmurod, taniysizlar, tanimaganlar bo'lsa, shu Ali Baraka asoschiman. 25 yildan beri shu teplitsa sohasiga mahsulotlarni yetkazib berib, izlanib, o'zimizning hissamizni qo'shib qo'yganmiz. Bu har birimiz maqsadimizni bilib olishimiz kerakki, shu yurtimizga, o'zimiz qilayotgan ishimizga mana qiynalib chiqyapsizlar. Sizlar hammangiz o'zingizlarni hurmat qilib kelgan, hurmat qilib kelayotgan dehqonsizlar bilaman. Biz o'zimiz bir tanishlarimizga qildik-da telefon endi. Xudo xolisa niyatlarimiz bundan keyin shu bilimlarimizni, mana sizlarning o'zinglardagi bilimlarni bir-birimizga dehqonlarga yetkazishni men o'shani hozir shu tarifda ishlayapmiz. Mana Muhammad Ali ukamiz bilan. Xudo xolisa bundan keyin ham shunaqa narsalarni hozir bu yerda biz yig'ganimiz sababiki sizlarni shunchalik bu molimizni o'tkazish uchun emas, yo'q bularni molini o'tkazish uchun emas. Biz dehqonlarga, O'zbekistonlik dehqonlarga qiynalmasin, rasxod ko'payib ketyapti. Hammasi chet elga chiqib ketyapti pullarimiz. Izlanishimiz uchun, mana bilimlarimizni bir-birimiz bilan almashishimiz uchun kerak bo'ladi. Mana hozir kakosda ishlaydigan savollarga mana ishlab turibdi 2 yildan beri, 3 yildan beri shu gidroponika mana shu minivatida buni ham tushunmaymizmi? Dehqonchilik juda yaxshi tushuna olmayman-ku, lekin shu mahsulotlarni harakat qilaman. Yaxshi sifatligini yetkazib berishga. Niyatim shu meni. O'zimizga yarasha, rizqimizga yarasha Alloh berib turibdi. Shuni bir-biringlar bilan fikr almashish, ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shish uchun niyat qildim shu narsalarni. Xudo xolisa bu yog'iga faqat oldinlab ketamiz. Hammamiz shunaqa niyatda maqsadimiz bo'lsa, bir-birimizni oldinlashimizga harakat qiladi. Yo'q, biz birinchi qilib, birinchi pul ishlab olish emas-ku niyatimiz. Bu dunyoda maqsadimiz bo'lsa, shunda bir-birimizga foydamiz tegadi. Shu chet ellarga o'sha, Yevropalarga o'sha biz ham rivojlanib ketaveramiz. Hozir masalan, shuni mana orqada ishlab turgan dehqonlarimiz bor. Savolingiz bo'lsa, Telegram gruppalarga ochilib yozsanglar ham bo'ladi. Agar bizning Aropat shuni qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Dehqonlarning bir-biriga savoli bo'lsa bor-ku, bizning saytlarga unga savol berish kerak. Xudo xolisa yaxshi niyatda beradi javobini. Masalan, mana shu savollarni bizning saytimizga yoki Telegram kanallarimizga tashlatsin bemalol. Hozir bu kichkinagina o'tirimiz biz. Biz respublika bo'yicha ishlaymiz. Xudo xolisa o'zingizlar ham tushunib, yon atrofingizga birinchi masalan setkani 2005-yil Koreyadan olib kelganimizda bitta egizimpilar 2 yil turgan. Hamma loy sepgan, oxiga sepgan. Setka deganman 2 yildan keyin rivojlanib ketgan bu narsa. Kapilning 2007-yil, 2006-yil olib kirganimizda hech kim tushunmagan. Mana hozir oddiy ko'chaga ham kapilning qilishyapti. Xudo xolisa bunga ham o'tasizlar. Mana sizlar birinchi hozir eshitib turibsizlar, qilyapsizlar ham. Xudo xolisa ko'rasizlar, niyatimiz bizani maqsadimiz oliy. Biz faqat shu bilimlarni bir-birimizga bersak yaxshi bo'ladi-da. Hozir hammamizni o'zimizga yarasha bilimimiz bor, faqat taqoq bo'lib qolyapti-da. O'shani bitta saytda hamma savol-javoblar qilsin. Shu 46-47 yildan beri shu sohada ekanlar, shu gidroponikani boshidan Rossiyaga kirgan paytidan birga ekanlar. Ancha o'pit katta-da buni. Hozir bizani savollarimizga tushuna olmayotgandir, bizani iqlimni tushuna olmayotgandir. Biz bari boshqacha qaraymiz-da dehqonchilikka. Biz har doim xarajatni o'ylaymiz-da. Nega kasallikka ketayotgan pulimizni o'ylamaymiz. O'shaning uchun mana shu narsani kichkinaroq qilib 1 yildan almashadigan bo'lsa, enini kichkina qilib arzon qilib beramiz biz. Xudo xolisa biz buni dilerствосini olganmiz. Narx-navo bo'yicha ham bir ham arzon qilib beramiz. To'g'ri, hozir 1 yilga ishlatib yuborish
tashlab yuborishga qimmatli qilishi mumkin. Ularni o'zida arzon bu. Bizga kelib, rastomochka bo'lib, yo'l kira bo'lgandan keyin yengil narsa qimmat tushib ketadi. Buni xudo xolasa yaxshi ketsa, ustida ishlaymiz ham, shu yerda chiqarishlarni ham, mana setkalar ham chiqib ketyapti. Kapilliklar qanaqa rivojlanib ketdi o'zimizda chiqib. Hamma narsa oldin eksport, import bo'lgan-ku. O'shaning uchun sizlarga rahmat deb qolaman avvalambor. Bemalol ertaga mana shu anaqalarni ochamiz. Birinchisi bo'lyapti. Kelasi yilga biz respublika bo'yicha har bir viloyatlarda bitta bu soha emas, hamma sohamiz bo'yicha, o'sha kapillik bo'yicha, klonkalarimiz bo'yicha, hamma sohalarimiz bo'yicha yengilliklarimizni reklama qilib yurmoqchimiz. Faqat shu dehqonlarga bir-birimizga yordam bersak yaxshi bo'lardi. Mana hozir kerak bo'lsa, bemalol kirib teplitsani ko'ramiz. Savol ko'p bilaman, lekin shu xudo xolasa saytlarimizda hammasida savolinglarga bir-birimizga iltimos sizlardan shu bemalol savolga javob bersanglar hamma yaxshi bo'ladi lekin. Bu bilimni berishimiz kerak-da. Bizdan keyingi avlodlar yana qiynalmasin. Masalan, mana Ahmad egamiz o'zimiz o'rtoq. Qancha qiynalib chiqdilar shu darajaga. Lekin bizdan keyingilar ham bizga o'sha qiynalib chiqish kerak emas-ku. Biz narvonni 5-sida turgan bo'lsak, 6-sidan chiqib ketish kerak. Nima kerak bor, yana narvonni pastdan chiqib kelishi? O'shaning uchun iltimos sizlardan bilimni bersak kamaymaydi. Bilimni bersak ko'payadi bizning bilimimiz. Hech qo'rqmanglar. Biz hozir bu narsani o'rgatib qo'ysak, rizq Allohdan. Avvalambor shuni bilib olsak, bo'ldi, hech ham dehqonchilik kamayib, bugun mana 10 so'm sotib turgan bo'lsa, 10 ta odam ertaga yaxshi dehqonchilik qilsa, buni yuki 18 bo'lib qolmaydi. Yana rivojlanaveramiz. Gollandiyadan yuk kelmaydi, boshqadan yuk kelmaydi. Ishlab chiqarish bo'yicha biz harakat qilamiz, dehqonchilik bo'yicha sizlar harakat qilasizlar, pulimiz o'zimizda qoladi. Rahmat hammanglarga. Keyin aylanamiz, o'zimiz keyin yog'ini suhbatini qilaveramiz. Rahmat. 54 yil oldin Yevropada, keyinchalik esa 2008-yildan boshlab Rossiyaning Ulyansk shahrida joylashgan zavod mat ishlab chiqarishni boshladi. Substrakt nimasi bilan yaxshi? Birinchi o'rinda u toza mahsulot. U 1500 gradusda eritilgan bazalt toshidan tayyorlanadi. Mat suv bilan emas, ozuqaviy modda bilan sug'oriladi, chunki mat o'zida hech qanday element saqlamaydi. Bu juda yaxshi, sababi koks bilan torfda ozuqaviy elementlar bo'lishi mumkin. Ularning ichida esa o'zlashtiriladigan va o'zlashtirilmaydiganlari ham bor. Ayrim substraktlarda ozuqa berishda aniqlik biroz pasayishi mumkin. Minvadada esa neytral muhit bo'lganligi sababli barcha ozuqaviy elementlar yo'qotilmasdan to'g'ridan-to'g'ri o'simlik tomonidan o'zlashtiriladi. Jahon ishlab chiqarishida 80% mat bilan ishlamoqda. Bizda Rossiyada 95% ishlaydi. Roza, в принципе, 5 лет, 6 Rozani bilamiz. Именно pomidor uchun necha martaga Pomidor 1 год. Necha marta ishlatishga? 2 martami, 3 marta yo 1 martami? Еще один момент по помидорам уточним. Вы сколько месяцев растите помидор? Polgoda. 9? 6 oyda, misol uchun А почему 3 так oy мало? hosil olinsa? 2 оборота? Да. 2 оборота, да? Год 2 оборота будет. Можно. 2 оборота можно, 1 оборот. Здесь вот оборот здесь будет, здесь дырочку можно здесь перфорацию такую оставить, допустим, вот. Kesib, o'sha Вот такая перфорация. Tushundik Вот. bo'ldi. Пленочка, да, будет рядом здесь стоять. Xo'p, допустим, bu kasallangan bo'lsa-chi? Umuman olganda jahon praktikasi shuni ko'rsatadiki, bu hammasi likvid ketadi. Ha, 1 martaga 1 marta, razovый. Да. Chunki siz tushunasiz, siz ishlatgansiz, u yerda fuzarium, pidium ham bo'lishi mumkin. Unga ekin ekib, yangi hosil bilan tavakkal qilgandan ko'ra, joy o'tib kasalliklar avj olib, fuzarium va lipidiumlar bilan kasallanib, o'simlik to'kilishni boshlashi mumkin. Dezinfeksiya qilib qanaqadir ishlatsa bo'ladimi? Misol uchun bizga har safar olishga buni pul-da, bu katta pul. Ha, men sizlardan tushunaman, lekin bu narx borasida ham kokosdan ko'ra ancha arzonroq. Kokos bilan torfdan minvadan afzalliklari, siz ularni sotib olganingizda, u yerda baribir boshidanoq ma'lum bir miqdorda fuzarium va lipidium bo'lishi mumkin. To'xtang, 1 yil ishlatiladi deyapmiz buni? Yo'q, mana. Bitta sezon, 1 marta Yo'q, 1 marta sezonda 2 marta 2 oborotga ishlasa bo'ladi deyapti. Ikkinchi yil yangi qo'yish kerak, to'g'rimi? Siz meni to'g'ri tushuning. Kelajakdagi hosilni xavf ostiga qo'yish bu pulga arzimaydi. Ha, siz urinib ko'rishingiz mumkin. Bu bir yili o'xshab, kelasi yil o'xshamasligi ham mumkin. Og'ir metal borasida xavotirga o'rin yo'q. Siz foydalanayotgan barcha ozuqaviy moddalar suvda to'liq eriydigan bo'lib, tomchilatib sug'orish tizimi uchun mutlaqo toza hisoblanadi. Shu sababli og'ir metallar bilan bog'liq hech qanday muammo yuzaga kelmaydi. Men ko'proq ayta olaman, agar ozuqa eritmasi to'g'ri taqsimlangan bo'lsa, u yerda nitratlarning to'planishi yoki boshqa narsalar haqida sizda muammo bo'lmaydi. Chunki bu ozuqaviy moddalarni o'simlik o'zi bemalol o'zlashtira oladi. Milvatalarning bir-biridan farqi faqatgina razmerida. Ikkalasi ham 15 litr suv hajmiga mo'ljallangan bo'ladi.
Ba'zi fermerlar 15-10 santimetrlik razmerdagi minvatani ishlatishadi. Bu mat standart 7,5 santimetr. Eniga 20 santimetr. Hajmi xuddi shunday 15 litrlik. Bu minvata ham 15 litrlik bo'ladi. Kimga qanaqa? Men shunday minvatadan ish boshlaganman. Hozirgacha shu minvatada ishlab kelaman. Pomidor, bodring, peris, baqlajon uchun mo'ljallangan bo'ladi. Masalan, agar bizni hech bo'lmasa bitta ishdan ozod qilsan, chunki men kokosni 15 kun mobaynida dezinfeksiya qilaman. Bu biz uchun katta tejamkorlik bo'lardi. Uni boshida perokisvodorod bilan dezinfeksiya qilishning hojati yo'q. Ikkinchi оборотdan keyin qilsangiz ham bo'ladi. Bu ham qanday amalga oshiriladi? Agar birinchi оборотda pomidor, ikkinchi оборотda esa bodring bo'lsa, unda perokis bilan dezinfeksiya qilishning hojati bo'lmaydi. Lekin birinchi va ikkinchi оборотda ham bir xil kulturadan foydalansangiz, unda perokisvodorod bilan dezinfeksiya qilinadi. Kokosni ekishga tayyorlashdan oldin qancha mehnat sarf qilinadi? Qancha kaliy kerak bo'ladi? Uvitib yuvish, isini yo'qotish kerak bo'ladi. Suv berish kerak, sug'orish kerak. Qancha suv isrof bo'ladi? Oxirida selitra berib, natriy kaliy o'zlashtirish uchun almashtirish kerak. Ekishdan oldin tayyorlash kerak. Shunday qilish shart kokosda. Minvatada esa boshidanoq aytganimdek, unga faqatgina ozuqaviy modda beriladi xolos. Shu bilan minvatada ishlash tezroq bo'ladi. Birinchi urug' ekiladi. Ayniqsa peris, u juda sekin o'sadi. Ildiz chiqishi bilan minvatani ustiga qo'yiladi. 30% мата не работает, не будет работать правильно. 30%. 30% mat yaxshi ishlamayapti dotda. Sabab A причина? Сильный уклон. Уклон Да, очень сильный. Katta Да. dotda. У вас розы круглый год растут эти? Круглый? Круглый год, да? А. Ekkanimizga avgustda ekildi, sentyabr, mana avgustda ekildi. Sajalik deb avgustda. А, я вижу, да. Endi boshlashimiz bu tepisida, ano 2 yil, 3 yil oldin, 2 yil oldin Именно ekildi. какой уклон вы спрашиваете? Вот этот. Почему сюда уклон большой? uklon, hammasi bitta uklon, bitta. Matni qiysib qo'yilganini sababini so'rashyapti, to'g'rimi? Ya, bu endi Неровно стоит, имеется в виду. Не, Неровно стоит. слишком уклон большой. Уклон большой. bor-ku, latok kichik. Надо- qancha? Надо два... Лоток маленький, он говорит. Из-за этого. Поместился. Вот так положить. Вот поэтому. Чтобы suv yig'ilib, misol uchun mana bu uklonni qo'yilganini sababi uklon bo'lsa mana mana bu tomonga pastga tushib turadi bu. Да, ну, Bu yoq да. baland bo'lib turadi, suv oqqan hisobiga to'g'ri ketadi. Mana buni ichida suv yig'ilmaydi. Teshiklari yopilib qolmaydi. Из-за дренажа у них. У них вот тут есть отверстие, Да. оттуда вода стекает и уходит туда. В нем вода не остается. Men tushunaman, lekin bu o'simlik uchun yomon. Minvataga 2 gradusda uklon yetarli. Senda bu yerda 15-17 gradusda uklon bor. O'zing tasavvur qil, minvata bu sasut. Suv gorizontal holatda turganda ham o'ziga kerakli hajmda suvni qabul qiladi. 1-2 gradus uklon bo'lishi kerak. Shunda to'g'ri drenaj qiladi. Lekin senda ko'p qilganmisan, shunda tepa qismi suv shimmaydi va quruq bo'lib qoladi. Minvata ishlamaydi. Bu o'simlik ildizi uchun xavfli. Bu yerda senda 20 litr suv bo'lsa, 2 litr ishlamayapti. Bu yerda uklon drenaj tomonda to'g'ri turibdi. Drenaj yon tomonda bo'lishi kerak. Bu yerda drenaj uklon tomonda to'g'ri turibdi. Ozgina uklon bo'lsa, shuni o'zi yetarli. Drenaj yon tarafda, yon tomonda bo'ladi. Bu yerda esa sizda tomchilatib sug'orish tizimi va to'g'ridan-to'g'ri tomchilatib sug'orish tizimidan drenajga suv ketib qolyapti. Senda suv sarf bo'lyapti. Nega uklon deyapman? Chunki suv yon tomondan oqib ketadi. Nima uchun drenaj kerak? Chunki konsentratsiya har tomonda har xil bo'lishi mumkin. Sizda esa bir xil drenaj bo'lishi kerak. Konsentratsiya ham har tomondan bir xil bo'lishi shart. Сбоку, сбоку. Да, вот так. Нет, ну так вот сбоку. Вот смотрите, вот так вот сбоку, самый низ, вот так вот прям вот. Даже вот 1 миллиметр. Drenaj снизу, yon вот так вот, tomondan вот так вот uklonga qarab past qismidan 1 millimetrga kesib qo'yilsa, shuni o'zi yetarli. Drenaj ikkita teshik o'rtasida uklon tomonga qarab qo'yiladi. Вот у вас уклон туда идет, уклон туда.
Отсюда туда уклон, да? Sizda uklon shu yerga qaraganmi? Обязательно Unda сделать надо, drenaj если туда burchakda идет вот bo'lishi здесь, shart. сделать Shu обязательно yerda, угол вот aynan здесь shu вот. yerda Вот здесь угол, burchakda да. drenaj bo'lishi Да, shart. вот он уклон сюда немножко идет, Agar да? minvardida Вот в этом 7 ta обязательно teshik нужно bo'lsa, unda drenaj И kamida здесь сделать, в принципе, o'simliklar сколько здесь? orasida Раз, два, yana три, 3 ta семь. bo'ladi. Ебать, Drenaj ни в коем tepaga случае qarab так не ketishi должно быть kerak остаться emas. вот так вот. Kesilganda Вот ham здесь не plyonka должно, qolib чтобы так ketishi вот прямо mumkin emas. осталось, U чтобы yerda вот suv так вот. to'planib, Здесь baqa, ya'ni suv прорезано, yashil вот bo'lib здесь qolishi прорезано. А mumkin. здесь такая пленка осталась. То здесь застой будет. Обязательно 1 millimetr bo'lsa ham pastdan чтобы olib второй keting. хотя бы 1 миллиметр снизу так захватили оттуда. Вот так раз сделали. Поняли, да? Она будет, да. Тогда будет у вас Shunda sizda tomchilatib sug'orish tizimida ham Она будет xatolik потихонечку bo'lmaydi. Слишком Nima uchun почему katta нельзя еще uklon сесть bo'lmasin вот такой deyapman? уклон? Chunki tepa Потому что у вас qismida здесь будет sho'rlanish сразу засоление, boshlanishi здесь вот mumkin. засоление будет. Вот здесь с этой стороны будет засоление. tepa Да. tomoniga kam suv borishi Почему? Shuning uchun И нужно uklon всего только 1-2% 1-2%. bo'lsa yetarli. Еле Ko'rinar заметно. ko'rinmas Вообще shuni вот o'zi простым yetadi. глазом практически незаметно. Но вот он должен быть туда идти. Agar uklonni juda ham katta olsangiz, Здесь tepa засоление qismiga будет, suv засоление yetmay, будет, да. sho'rlanish Когда boshlanib, большой quruq уклон. bo'lib qoladi va И здесь ildizning tepa сухо, qismi и здесь будет сюда rivojlanmaydi. сухо, вам не Shuning хватать здесь uchun будет, сюда uklonni воды здесь katta будет. olish shart Но emas, здесь корень не будет, 1-2% здесь bo'lsa корень не ham будет yetarli. развиваться. Самое главное дырку не Eng забудь. birinchi Первое, oltin правильно, qoida, прорезать. doim yodingizda tuting. Это на любой Qanday культуре. kultura bo'lishidan qat'iy Перец, nazar, баклажан, pomidor, розы, что bodring, угодно. baqlajon, perets Здесь nima bo'lsa ham угол должен быть. uklon tarafda Здесь всегда должен drenaj прорезан bo'ladi. быть, вот сюда, вот здесь. Hop, hurmatli obunachilar, mana shunaqangi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasliginglar uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqangi sifatli minivatti mahsulotlarni arzon narxlarda, ya'ni birinchi qo'ldan arzon narxlarda sotib olishni xohlasangiz, mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Bizning menejerlarimiz aloqaga chiqsanglar, yanada to'liq ma'lumot, optim narxlarni aytib o'tib ketadi. Xudo xolisa, issiqxonaga bo'lgan oid hamma ma'lumotlarni sizlar bilan ulashib boraveramiz. Bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. Ali baraka, barakali hosilingiz manbai.